bizgi mayıl Kargo şoför yol başlaydı bunda kişilik hayatı da Kimsi esti hıyal beresti Yoktu kurdum günüm deste Test bir besti hıyalga beste Arzu veyran dili beveste Hanaat karat yol gıravan Kiyingiligi könelge ayan bol dil best Doktu fikir münazır kılma best beste Termino Kimba Şerik elde de mappa Üzmek bulup ol uzattım Tikini sancıldı bana Kan tamçılap kolumdun Çekken zaman şu an kayıp oldu gözümdün Gezdim yetmeklim tip Haydi görüşçünü İzledim şu gündinkin Vücudumni sıkımda Yışılmaz tügün Almaş net gündüz gece Kança uzaktın menzilim bilmedim Belkim biz Göfçüdü cihanın Kısmet başladı şu yolda Sıkışt kaldım boysundum Cansız tene mutsuzluktan Tralmedim için işidi geldi Tikildim ana gözü Tamçılığan işim gözümdün Bululur mu davası Endi onun üçünü oyladım Didarlaştım ahirdim Takdirim şudur belkim menin Elveda gülü İki video buat yang bervideo tipe ya. Video tentang Şundaq sendeysen turmuşumda hoşallık sığan tola Öz işin alekçeliki tügüme vası kaynimizdin gap tola Arıktım yok beşimni bu işlara keldim dokanğa Nakbul töleymen hocayın toplat edindim botolka Coca-Cola, Coca-Cola Köp severlik ötü boldu hatta Pişayman ve istep kaça eski koyun karbotut oksit boplu hılsa insası yok hayda ayrılıp mazrapka Keskeni kelmezke kayka Coca-Cola, 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 Coca-Cola 生活总是给你惊喜，就像可口可乐机体，有时抑制，有时弥补，是对所有烦恼洗涤。但是没有在生活中总是少了一些东西，那就算了吧，让烦恼全部随风而去。哎，老来给我一瓶可口可乐，给我平淡的生命在淡淡筹码。就算你已经能成为它还是优雅，上天保佑我钞票大把大把，一杯可口可乐足以忘记那年龄的压力，不再失去了年轻的勇气。哎哎，继续这枯燥的游戏。梦想在穿透着生活的空隙，碳酸的细胞的冲击，哎，爆炸在胃里，哎哎哎，摆脱了烦躁的重力。Coca-Cola，呀呀呀，跳进 yoga。Assalamualaikum. Konnichiwa. Kim Yaponiyadagi? Yaponiyada konbanwa bo'lib ketganda. Bugun shanba, ko'pchilik shikashanba, shanbalaringlarni qandaroq o'tkazyapsizlar? Bugun shanba, hozir menga atgan soat 10dan 10 minut o'tdi. Havo bir xil tutuq. Bugungi to'g'rilab qo'yib ekanman asosli temam. Temam shu. Savollarim. Hozirgacha Cumhuriyet Partiyasi to'g'risida bir muncha videolarni ishildim, qisqa videolarni yo'lladim. Ko'pchilik bugungi videomda sizlarga Cumhuriyet Partiyasiga qo'ygan savollarim deb meniki videolar ekraniga qo'ygan anchada telefon qilgan vaqtiki shu savollarim bilan shuning oldi keyinida ya'ni videolar ekraniga telefon qilishdan ilgirki va uningdan keyingi shu partiyaninki shu ishlaridan qo'ygan savollarim to'g'risida maxsus so'zlamoqchi. So'zlab o'zimninki shunday bir savollarni qo'yib o'tganligimni yana o'zimninki YouTube kanalimda saqlab qo'yay dedim. Boshlab ketdimsa, oldi bilan shu videolar ekrandagi ovozimni, shu joqdagi qo'ygan savolimni shu yerdan boshlay gapimni. Bularni qo'yish orqali hamda gaplarimni olsa, meningki savollarimni olsa, partiyaga kirmoqchi bo'lgan va yoki bo'lmasa shu partiya
to'g'riliq o'ylayotgan yoki bo'lmasa partiyaning ichidagilar bilamdi yoki bo'lmasa ish qilib partiya to'g'risida bir gaplarni ishlarni o'ylayotganlar bo'lsa, mening savollarimni anglab beqish orqali o'zim shu savollarni qo'yib boqishga yoki o'zim bir o'ylanib bir o'ylaganlari bo'lsa, meningki savollarimni bir anglab boqishgan degan maqsadda bu savollarimni yana qayta ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi. Ona bo'lsa, Fidoylar ekrandagi eng chog'da o'zim telefon qilgandagi shu yerni bir alay. Xotir sifatida o'zimniki YouTube kanalimda saqlab qo'yay. Qaysi program bo'g'aydik bu? Kengsiga o'taylik. Xo'sh. Aleyküm selam. Rahmedan bağlandınız. İsminiz, kesmanızı deyip de belki sözünüz desiniz. Ben Kanada'dan yapılatılan Kuzey Mahsut. Fidoylar ekranında rahmetimle bezir olay. Parti yaxşı söhbetlerini uğurlaştırıldılar. Olayda rahmet armağaysızlar. Necimde Şerif Reis bilen tuncu kıtımlık ötküzgen yılıqı çaldılan ben şundak eskivantı şundak yılıqı mükemmel. Şu çaldılan hudda yılıqı adamını Reis deplam tushdim-da. Nima o'tisi bundan ilgari Mushu suhbat bo'lishidan ilgari men kimninki Quzat Altayninki qasam berish murosimidan shu YouTube'dan ko'rganda, o'shandan qarsam Reis deb so'zlab ketdi ekan to'q. Hozir shu yana mu elektro tang ambahrlay. Rahbar deb tushunaylik. Mushu yol eng to'g'ri yo'l, mushu yo'lga birlikda qilaylik, ko'pchilikni birlikda harakat qilishga tashkillanishga sabab qilaylik degan tuyg'uni beradigan shundoq nizomlardan tortib, hammani men tekrar ikki qatim, uch qatim ayrim o'ziniki qonunida ko'rganlarim bor. Endi meniki hozir so'raydigan savolim qanday desa, biz nurg'un mustaqil partiyalar bor. Ishxona bir emas, ishxona bir tashkilot bor. Shu raislik gaplarini olmamiz uchun shu yolg'iz harakat qilgandan ko'ra tashkillanib harakat qilganimiz yaxshi edi. Boshqa mening savolim navoda shundoq yakka faoliyatchilar partiyaga kirmoqchi bo'lsa hamda partiyani bo'lsa bizniki faoliyatlarimizga bir cheklanish bormi yo'qmi? Masalan, partiyaning nizomlari hammasi mukammal bo'lgan taqdirdami, lekin partiyaning ichidagi odamlarniki yoki shu raisimizniki o'ziniki yaqinda shu bir necha to'rdagi bir ishlarga masalan aytaylik, masalan Otaliya Radiya yoki Anvarjon akamizniki iloq to'xtay nimasiga deganlar qatta menga o'xshamagan fikrlarim bor. Navoda men partiyaga kiritsam, partiya meni qabul qilsa, shundoq yana bir ishlar yuz bergan vaqtda o'zimniki partiyasiga qarshi fikr qila olsam, bunday takliflar bormi yo'qmi? Meniki savolim shu, anadagi partiyaga kirgandan keyin ishg'olchilarniki qilgan ishlar to'g'riliq O'zingiz men bilan aktiv aloqalashdingiz. Savollarimga to'xtang. Mana bu yerda to'xtab turay. Hozir ikki savol so'radim. Birsi o'shanaqa yak faoliyatchilar o'zlariniki faoliyatiga shu nim bormi, cheklim bormi degandek, masalan, qarshi fikrda bo'lsa, qarshi shunday gap qilsa bo'lamdi degandek bir mazmunda bir savol so'radim. Yana birsi partiyaga kirgandan keyin u yerda qilgan konkret ishlar nima ishlarni qilyapsizlar degandek unda bir gapni so'radim. Ondan keyin bir rais dedimda, bundan ilgari to'xtanglar. Quzat Altayninki rais deb kelganiki, men shu rais demayman. Bizningki Uyg'urlarniki degan raislarimiz bor, o'zini Cumhurbaşkanı deb olganlar bor. Hukumatning ichida prezidentlar bor, degandek prime ministerlarimiz bor. Undaq bo'lgandan keyin bir partiya qurgandan keyin u yerda Quzatmu qasamnomasida rais deb kelib qolgandan keyin
Ben bu yerga telefon naqmaydanga ekranға telefon qiliblam. Reis deb gapiribman-da. Bu gapimni yanındaki o partiya to'g'riliq ishlagan videolarimdan keyin bir necha videodan keyin qarsam boshqalar menga aytib bergan Cumhuriyet Partiyasining bayonotnomasidami birinchi bo'lib partiyada rais yo'q deb yana qaytadan tushuntirib beribdi. Menga bergan radiyasimi hamda partiyaning ichida rais yo'q deb. Bir rahbar deb tushunaylik. Partiyaniki unimiz yo'q, hammamiz tang o'rtaq nim qilyapmiz deb eltirib unimi bir bu bayonotnomalar kechiringlar, kulmay gapiringlar desin, ba'zi ishlarga, ba'zi gaplarga kulgim kelib, sizlarga kulkilik filmga bilan menga kulkilik film ekanchu. Partiyaga meni hamda bayonotchi qilaman desa, undan keyin meni partiyaga kirib bir odam emas, bir to'p odam boshlab kiring degandek o gapni qilsam menga kulgim keldi albatta. Boshqa qilib so'zlash jarayonida kulib gap qilsam, ba'zi ko'rmalarım nimda qamlashmaya kulyapsiz deydi. Uzr so'rayman. Ba'zi gap qilib ashunaq nima gaplarga chiqib ketadi ekan. Men bu Xitoyga javob deb kirgan chog'dagi nimasi aytjadiki qasam berib kirgan bu kirib partiyadan yenib chiqqandiki gaplari Najmiddin o'ziniki degan gaplari bilan Qo'zat Oltoyniki video ishlab bergan tushunchasi o'xshash emas. Hamda men videoni bu yerdagi nim qilishim Xitoydan kelgan virus bo'lmagan bo'lsa men sizga kelishga yanmaydim. Rahmat reisim sizga. Rahmat. Inshaalloh. Rahmat reisim sizga deb boshqalar gapirdi mana. O chaqdimi tushuncha berilganmi yo'qmi bilmadim. Yana qancha 9 minutda bir, 10 minutda bir reis deb gap qilsam, men pidoylar ekraniga telefon qilib reis deb gapirmayapmanmi? Bizning ishimiz agar bo'lsa, bizning yo'limiz agar ichilsa, agar xalqimiz bizni yaxshi ko'rsa, agar dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur xalqimiz partiyamizga kirsa, bu bizning karomatimiz emas, balki Sharq Turkistonda azob o'qiblarda, turmalarda, jazo lagerlarida jon talashayotgan shu kichik hujralarda, shu kichik sulangan uylarda ulayotgan Allohdan boshqa hech qanday kimsesi bo'lmagan insonlarimizning duosi degan emas. Men shunga ishonaman. Allah bizni hijrat qilmasin, vatanimiz uchun xayrli bo'lsin. Xitoy Kompartiyasi sen texib tunugin sizga kelishga yanmaydim. Rahmat reisim sizga. Inshaalloh to'xtab qo'yib turay buni ilgari ko'rgan bo'lgandan keyin buni ayrim bir video qilib chiqmoqchi edim. Meniki rais deyishimdagi sababim shundaqda shu. Boy deganimdagidek bizning hammanimiz bor emasmi? O'zining Cumhurbaşkanı bo'lganlar bor. Prezidentimiz bor degan ekan partiyaning raisi bordu. Ham o'zini rahbar ko'rib olgan odam bo'lgandan keyin hamdir o'sha rais degan hamda rahbar o'rnida deb ko'raylik hamda. Agarcha bosh kotib deyilgan taqdirdami? Shu ananiki mopidaylar ekrandagi savolimdimi so'ragandan keyin ikki savol so'radim. Bayaqi nimaga qaytib kelaylik endi savolim hozirgachilik. Bu Najmiddinninki gap qilish uslubi qandoq desa, shundaqligi. Do'q aylantirib kelib, masalan siz siz bilan aloqalashgan bo'lsa, siz bir gaplarni endi ovozliq yoki bo'lmasa yozmacha yozib so'rsangiz, telefon qilaylik deb turoldi. Chunki telefon qilgan chog'da ikki odam paranglashdi degan gap cho'qim bir odam so'zlaydi, yana bir odam anglaydi shunaqmi? O'zining gapining shu nazariyalarini to'xtatmay sizga qilish orqali u yerdagi so'zlagan nazariyalari nima desa, hech qanday puxtaqtab qilib bo'lmaydigan xatosiz shu nizomnomalar bo'ldi hamda ular siz albatta yaxshi emas. Men burungi videolarimdan deb keldim. Nimaniki partiyaniki nizomnomalari degan gap shu siz ma'lum bir savollarni so'ragan vaqtingizda masalan ish qilib bundaqiligi bir savollarga javob topolmagan chog'da, ish bo'lgan chog'da shundoq chog'dan keyin partiyaniki nizomnomasining 10-moddasi mundaq deyilgan deb sizga shu bir og'zingizni kaplaydiganga shu partiyaning nizomnomasini ko'tarib chiqadigan nima u. Mayda degan gapim shu.
bu yerda mustaqil faoliyatchilarniki nimasiga ayrim ularniki faoliyatiga ta'sir bo'lamdi, shularga cheklim bo'lamdi, qarshi fikrda tursa, shular qarshi fikr qilsa bo'lamdi degan chog'da buniki bergan javobi partiyada o'xshamagan fikrlar bo'lsa bo'ldi. Masalan, o'qituvchilar degan misolga aytadilar. Mana undan keyin boshqa Cumhuriyetchilar partiyasi, nima boshqa partiyalarni, boshqa tashkilotlarni so'kkandek degandek gaplarni qildi. Anandan keyin konkret nima ishlar bo'ladi degan chog'da yana aniq javob yo'q u yerda. Andan keyin mening keynimdan Abdurahimjon telefon qildi-ku deyman, kim birisi telefon qilgan chog'da andan keyin konkret qildigan ishlarga, enandek eliqidek shu boshqa tashkilotlarga odam kirgizish, istixborotchiligimiz degandek ashundaq gaplarni qildi. Shundan andan keyin konkret qildigan ishni bildim-da. Meniki savolim shu ikki savol degan chog'da unimi boshqalar so'ragan savollardan aniq javobini topdim. Andan keyin bu telefon bu Fidoylar ekraniga telefon qilgandan keyin ayrim paranglashib so'ragan savollarimni batotama. Maniki oxiri. Bu yerda tushunchini berib bo'lib, yana qaytadan men qarshi bayonotlarni yozib, u yerda yana partiyada rais yo'q deb qaytadan izohat berib, bu yerga u gaplarni qistirib qo'yishniki o'rnini, ishqilib bu bayonotlari Cumhuriyet partiyasiniki bir yaxshiroq bir maslahatchisi bo'lib ekan deb o'ylab qoldim. Govunga chiqib so'zlagan chog'da davlat qurildi deb bir uningga bir bayonotlarni berib, Ilhom To'xti gruppasi to'g'riliq degan ayrim bir muncha gaplar bor. Uningdagi Ilhom To'xti ishini qilayotganlarniki samimiyatsiz ekanligi, ishning degandek shunday xato tashviqotlari butun hammalar, masalan, Dunyo qurultiyi qilgan xato tashviqotni buni ayrim kichik video qilib chiqarib qo'ydim. Men bularni chiqarishdagi maqsad kishilar mushtabda qarg'ularcha agishish, o'zimi aniq tepagan tosh sho'rpisi hikoyasidagi amalga oshmaydigan planlar orqali bundaq odam to'plash, lekin pul yig'ish, bir odamdan $1000 yevrodan yig'ib 500 odam bo'lsa 500 ming yevro yig'imiz degan gaplarni mening emas o'zining og'zidan chiqarib bersam, shunday qarg'ularcha ishinish, qarg'ularcha agishish shunday kuchayib ketadigan ekan. Men shunday shu qo'ygan savollarimni o'shalarni bir o'tirg'i chiqib muloyiza qilsam, bu xalqni anglatgan, ko'rsatgan degan maqsadda bu savollarimni yana ko'pchilik bilan o'rtoqlashib qo'yapman. O yerdagi amalga oshmaydigan deb bundaq umidsiz bo'lmaymiz, hamda ham shu umidlik yashaymiz, lekin shundaq bir umidimizdan foydalanib turib, manondagi o tosh sho'rpisining ishlarini qilsa, bu bizniki bolalar, yosh bolalar, vatan sevgisi urg'ib tashadigan vatanparvar yoshlarimiz unda qarg'ulash agishiy yurib, bu yerda hech qilmay, amaliy ishi yo'q, bir qildigan ishinglar nima deb qayta so'rasimi, yana siz deb yana mustaqillik qandoq deb yana gapni aylantirib o'ziniki yana shu partiya nizomnomalarini undaq ko'tarib chiqib oldi-da. O'sha bo'lgandan keyin chiqib so'zlayli bir ish qilinglar deb, men bir tashkillanishga qarshi emas, lekin tashkillanib undaq hech ish qilmay, xalqniki ideyasini kontrol qilib, harakatini kontrol qilib undaq bo'lsa olmaydi deb bu narsalarni so'zlayapman. Yana men so'zlamoqchi edim. Shuning bilan bu telefon ekrandagi telefon qilgan ikki savolim shu bo'yicha hozir o'sha qisqa bo'ligini faqat men o'zim savol so'raganim elib, men o'zimniki YouTube kanalimda ham baholab qo'ygan bo'lay. Andan keyin meniki bu rahmat aytib, andan keyin bergan javobini-chi palani Abdurahimjonniki so'ragan savolidan o'zimniki savoliga javob topdim deb rahmat aytib yozib qo'ydim-da.
Şunun bilan o telefon numaraga mening bilan aloqalashib, undan ilgari Messenger orqali aloqalashib, men to'xtamay partiyaga kirishga da'vat qilgan. Andan keyin ben şu çağlardan oylaganda bu partiyaniki undaqılıqı bir ılıqı faqat nazariya bilan odamni shundoq hayajonlantiradigan faqat nazariyasilar bor. Amaliy ishlan qilgan chaq nima ishlan qilyapsizlar degan chaqda shu odam to'plashdan boshqa ish qilmaydi bular. O'sha bo'lgandan keyin men bilan aloqalashgan chaqdan bo'ldi biz shu naq maydonda siz menga dars o'tding. Men savol so'ragan bo'lay, o'sha naq maydonga chiqib so'zlayli desam qat'iy qo'shilmay turgan sizniki bunda ish qilish usulingiz unda bo'lmaydi ekan. Avval siz bunda qiling deb menga yo'llarni ko'rsatishga boshladi-da. Nima desa qo'rqaydi. Meniki mushundaq bir ishlarga qarshi nuqtasidan chiqib turib savol so'raydiganimdan o'sha bo'lganligi uchun naqmayda meni partiya to'g'riliq video qiling deydi. Lekin tanqilayli naqmaydan qilayli men sizdan savol so'ray desam uni qo'nmay turib olgan. O'chaqdam shundaq ben nima qilib beralayman baribir. Meni mana partiyaga zo'rlab berganda men savol so'ragan chaqda mana shundaq kishilarniki fikrim undaq tursa deb o'sha desamu maniki nima degan desanglar to'tanglar Şu jarayonda atrofdagi mustaqillik haqida tunishini qo'llanmayotgan vatan uchun nima ish qilishni qilmayotganligini o'zingiz bilan birga taklif qilishingiz bir odam bo'lib kirmay bir to'p odam bo'lib kiram degan daymanda shu. Bir to'p odam boshlab bo'lib kirishgansizda o $20,000 deb bera qo'ydi men shu mandas degandamo. Ben haqni kiringlar degan taqdirda bu YouTube kanali ochayotgan bir kim ko'p qo'yadi partiya to'g'riliq so'zlab yursa undan boshqa yoshlarni o'zligini bir-birlab nashni bilan aloqalashib partiyaga kirdi degan gap. Plan shu. Şu jarayonda atrofdagi mustaqillik haqida tunishini qo'llanmayotgan vatan uchun nima ish qilishni qilmayotganligini o'zingiz bilan birga taklif qilishingiz bir odam bo'lib kirmay bir to'p odam bo'lib kiram degan daymanda shu. Beradımız beto pada kulüp kiramsiz. Kechirsiz. Şu men partiya to'g'riliq so'zlashga hozir baldur ketadi dedim. Siz desam tushunmayapsiz. Partiya siz desam maxluslik qilayotgan ekan. Kitobdan birini muzayirxon shaklda men to'rg'manda bir narsa tushib qoldim. Shundan bu meni qiziqishimni qo'zg'adi. Men bildi o'qiyli deb uni bildi o'qib dastlabda haqiqatan mushtahkam deb aytib, ondan ikkinchi qadam ham bir ilgari o'tib, ondan uchinchi qadamda menga telefon qilsangiz bo'laveramdikin deyman. Bavu shu shaxl deb setishliklarniki qadamma-qadam bosqichlari bor-ku. Avval mundaq qiling, undan keyin mundaq qiling, undan keyin mundaq qiling deydigan. Shu bo'yicha ish qiling deydi. Men dedim bo'ldi. Partiya to'g'riliq video ishlantirsangiz ishlay. O'shaq nahmaydan qilaylik, men savol so'ray desam yo'q deb qo'ydi-da. O'zimni xiyol olib tuyuqsizlam kelsiniz haqmi qabul qilinmaydi taxmitllanib shuning bilan hatto bir ta'sir bo'lib qolishi mumkin. Necha vaqtni yaqin aktiv siyosiy temalar bo'lib mustaqillik oshkora bu sabga siz jangvar kirib ketmagandan keyin bir qadamni tashlab o'tib ketsangiz taxmin yaxshi bo'larmidi deyman. Maqatim guvohligimizni bak yaxshi o'tdi. Asosan siz oldingi sabda lekin sizni hech kim o'ylamaydi chun partiyaga bunday qilib kirdi deb. Shunga bir qadam tashlab undan keyin ketsangiz shu joy. Hamma ishni o'zining shu loyihilab bergan shu bo'yicha bir-birlab step by step. Birinchi qadam unda qiling, ikkinchi qadam unda qiling, uchinchi qadam unda qiling deb. Andan keyin bir to'p odam boshlab kirsa, siz kirsangiz yaxshi deb. Ondan keyingi partiyaga qilgan da'vatlarini mashina to'xtamay qisqa videolarni qilibmi, hatto naq maydonning ichiga qistirib kelibmi, shunday bir muncha videolarni ishildim. Undan mashina nurg'on savollarim bor. Nima qilyapsizlar hozir? Men nima qilib bera olayman degandek. Men nima qilib bera olayman degan chog'da shu men kirsam shu bir to'p odam bo'lib kenimdan kirdi ekan demoqchi shu. Ondan keyin shu asosli qilgan ishinglar nima desa, hozircha men shu ko'mdim bu shu odam to'playotganni, oshniki maqsadini pul ondan keyin haqlarni shu vatanparvarlarni to'plash, haqlarniki shu eng ilqiy vatan
sevgisi kuchlik ashunaq vatan quramiz deydiganlarni shu biriga kelib to'plash ashunaqlarni hozir 1500 dedi. O sang'imi 1500 a'zosi bor desa, partiya qurilg'ili hamda 1 yil bo'ldi desam 365 odam har kunda bir odam partiyaga kirdi degan taqdirdami 365 kuniga 3-4 kiraverib hozirgacha 1500 odam bo'libdi-da. Son sifirlar kesem endi shu o'zimniki accounting kasbim bo'lgandan keyin shu son sifirlarni yil soni, oy soni, kun soni unda hisoblasam 1500 odam balkim shundaqda. Shuning bilan men o tashkillanishga qarshi emas, tashkillangan bo'lsanglar qani bir ishlarni qilinglar deb men uningdan keyingi videolarimdan to'xtamay shu qilgan ishlar to'g'risida bir fikrlarni berib keldim. Twitter ishiltinglar 1500 odam bo'lsa 500 odam bo'lsa 500 odam agashsin Twitterda dedim. Siz amaliy qilgan ish shu Twitterda bo'lgandan keyin Twitterga chiqib hisobdan qarab baqsanglar meningchilik odam yo'q agashayotgan odami. O yerdan bayonot, bu yerdan bayonot, Uyg'urcha bayonotlarni yozib qo'ygan Xitoylarga o'lishgunida oldin qatdilam dahi. Oldin qatdiga qarsam qanaq nimani yozibdi desanglar Twitterga. Twitterda State Department Amerikaningki State Department tweet yo'llabdi. 1940-yil Isroiliya davlat bo'lib qurilgan chog'da birinchi bo'lib davlat qurilganligini e'tirof qilgan Amerika deb yozib ekanda, uning degan nurg'un odamlar ochiq kelib ketdi-da, Isroiliya degan bir bullying country deb. Isroiliya vakilligi Falastinni bak bo'za qilib ketib qolgandan keyin shuni g'oyat bakchi videolar bor emasmi? Ashunaq bo'lgandan keyin hammasi ochiq kelib tweet qilsa Najmiddin partiyaningki katibi bosh rahbari chiqib u tweetni anondan keyin Sharqiy Turkistonmi mustaqil bo'lgan chog'da birinchi bo'lib e'tirof qilishingni umid qilamiz deb bir qo'llagan shaklda bir tweet yo'llab qo'yibdi-da. Ham boshqalarga hech qanday bilinmasligi mumkin, lekin menga boshqacha bilindi. Shunga bu orzu, umidni ifodalash to'g'ri, lekin Isroiliyadagi davlatni, ya'ni falastinliklarni shu bolalarni, kichik bolalarni tortib, bu yosh, cho'ng, kichik demay, u yerda mundaqiligi shu kishilik huquqi, dafsandichilik bo'lgan shundoq nurg'un faktlarning oldida turgan chog'da uni qo'llab bir narsa yozib qo'ysa, ay, Xitoydagi bir yaxshi bir maslahatchi hech bo'lmagani bir mana social mediada odatda o'ziniki akkauntini boshqalar boshqarib bergan bir ishlarmi bor. Masalan, har qaysi davlatlarningki u akkauntlarni, government akkauntlarni bir odam o'zi yolg'iz qarab ketamaydi, maxsus shunga qaraydigan odamlar bor. Shu bir cho'ng partiya 1500 odam partiya bo'lgandan keyin birasini qatib yo'qmiz, inglizini yaxshi bilgan birasini chiqarsa bo'lmaydi deb ketaman. Ba'zida bir ya manglam kulkilik bilinamdi ya u ish qilib mau rahbar deb agashgandan keyin bir rahbaringlarni tuninglar, bir agashsin bir tuzuk odamnikiga agashmay deb qilayotgan ishlari ba'zi ideyalari xato, ba'zi ishlari xato. Maxsus meniki 2 yil burungi bir ishimni chiqib bir partiya a'zosiga yozg'izib meni ko'pchilik undaq qilayotgani u xato. Andan keyin u yan bir partiyasi a'zosiga uniga qilib menga ta'kidlab bu siz to'xtatmasangiz bizmi to'xtab qo'ymaymiz hujumni jumu degandek unda gaplarim bor. O'sha qilg'izganlari hammasi xato. Xato ishlarni qilib ketib qolgandan keyin men odamni tuninglar deb boshqa nurg'un ishlarni o'tirg'a chiqib bir qismini ko'rsatdim. Tashkilotlarga xato tashkilotlarni 1500 odam bo'lsa, 1500 odam hammasi o'xshash ketadi-da. Bizningki Uyg'urlarniki bir nimasi bor. Maqol tamsili bor. Bekor aytilmagan shunday maqol tamsillar. Qog'i bilan do'st bo'lsang yeyishing fo'q yoki bo'lsa nima deymiz? Qozonga yo'liqsang qarisi, yomonga yo'liqsang yolisi yo'qdi degandek shunday gaplar bekor aytilmagan Uyg'ur xalq maqol tamsillarining ichida. Men nurg'un odamlarning hikoyalarini olgan. O'zinglar bilgandek Turkiyadagi tizimlashgan qatnashdim. Turkiyadagi shu kishilarning hikoyalarini kunda degandek atatigan soat 10da bir olsa qash tushdan keyin soat 5gacha ondan keyin kechdi material yaratlab, ondan keyin nurg'un emaillar orqali nim qilgan shunday hikoyalar bor. Shu odamlarning hikoyalariga selishtirgan chog'da nurg'un hikoyalarni oldim. Masalan, Turkiyadagi qarindoshlarimizdagi nurg'unlari masalan ayoli vatanni qilib qolgan, bolalari vatanni qilib qolgan, o'zi boshqa ayol olib, batashqa ayol olib degandek o'shunday jadvallar bor. Hamshira 1, hamshira 2 deb to'ldirgan bir oylik ishlari
bir 32 yaşlık, 33 yaşlık bir adamnınki 10 balası, 11 balası var degende ananınkin keyin o nurgun tercim kılış işlerine yardımlaştım Tayland'dakilarniki. Ularniki hikayelerini tercim kılış jarayonida şundaq hikayelerini gördüm de hem de özü Taylandga kelip kalgandan özünün ayalını Türkiye'ye yetip oldu. Balalarımdan başka yaxşı terbiyeleydigan iş bolsa başka birisi deysan mayli de başka ayalını başka lablan toy zorlagan zorlagan deyman go hem de mayli hem de nima deymiz hem de onu. Her kimniki özünki kişilik hikayesi, hayat hikayeleri bolup da hem de aşının okşaş Petrona ağzım bu bir nasıl çıkıp kaldıkken tohne çıkın bol yok mu ya dedim. Aşına başlaş nurgun hayat hikayelerini aldım. Bu bidayla ekranaga telefon kalgandan keyin bu ayrım paranlaşıp ben sizlerge dedim. Bu şu 4 saatlik bir video recording aşına bir siyasi ögünüş dersim vardı. Onun bu şahsi paranladı. O menondan bu bir narsani so'rab özünki aşı hayat hikayelerini so'zlab bergan. Aş nurgun gaplarni anglash jarayonida men uçratgan Uyghur erlerining ichidagi eng nochar erlarniki birsiga deb o'ylagandim shu chog'da. Bu baldir bir video ishlaydigan gapdi shu haqlar qarmaylam bu agishib ketaverdi ekansizlar. Yana birinchi ayoli to'g'riliq videosini chiqarib qo'ydim mana. O'zim deb berishcha shu ayolni shu o'zining ovozini anglanglar. Men bu yerda ayrim demay, bu aniq anglasanlarmi? O'ziniki birinchi ayoli vatanda sho'chidagi Xitoylar Xitoy bilan to'y qilishga zo'rlangan ekan deganni o'zi degan bo'lsa men shu ayolning ovozi bo'lib men deb berayman mana deb men guvohlik qo'ydim videosida bir minutlik videosini chiqarib qo'ydim. O ayol kishi ayolni salomatligi yaxshi bo'lsa bilib o'tib, salomatligi nachar bo'lsa bir tashlaydigan gapmi? O yerga bir ochig'im keldi. Vatanda o ayolni tashlab qo'yib yana bir ikki ayoli bor ekan. Birisi Kanadada, yana birisi Amerikaga. Her ikkala ayolni ig'ir ayoq holatda boshqa ikki davlatga ayrim yo'lga savatgan tursa, hey hayvon chig'idimi? Bir bo'g'oz bo'lib qolgan bir kishi hayvonga bir narsa keraklarni yeydigan yemeklarni akib bir tashlab o'tmaydi. Mayli u qaysi jihatda bo'lsin, hozirgi aktivizm shu faoliyatchilar jihatda bo'lsin, masalan shu Uyg'ur davosining ichidagi qilayotgan ishlaridimi? O boshqalar bilan paranglashgan chog'da deydigan gapi, qiladigan gapi boshqalarni o'ziga partiyaga tortish jarayonida boshqa tashkilotlarni so'kidi, ularni undaq deydi, tuhmatlari bor. Tuhmatlarni ayrim qisqa videolarga chiqarib qo'ydim o'sha yerda. Masalan, shu qurultoyninki ichidagi to'pdan tortib tuvangacha hammasininki har bir odamniki necha kontent ichib boshqalarni tilaydi degan gaplarim o'zininki shu Messenger yozgan xatlari. O birinchi videosini chiqarib olgandan keyin meni qartizimlikni qo'yib, yaqin oyoqqa yana qartizimlikni chiqib, Messengerda paranglashgan gaplarni ekan, hammasini ovozini hammasini o'chirib tutdi. Hammasi shunaqa degan gaplari. O Ilhom To'xta gruppasidagilar to'g'riliq degan gaplari. Dunyo qurultayiniki bir ishki videosini ayrim chiqardim. O Ilhom To'xta gruppasi to'g'risida, u kishilar to'g'risida aytgan gaplari, Yaponiyadagilarni yo'qlik qilayotgan. O Yaponiyadagi bir kim partiyadan qo'g'landi bo'lgan bir nemisi bor. Undaq gaplarni boshqalarning partiyaga tortish jarayonida anonkin siyosiy o'ginishlarda mashundaq to'xtamay boshqa tashkilotlarni so'kidi ekan. Men ovozlar kuchurlar bor, hammasi shu bu to'plardan keladigan shunday ovozlar. Shu partiya a'zolari shunaqa so'zlaydi ekan, ular degan bu mustaqillik deyolmaydi, siyosiy ishlarga aralasholmaydi degandek gaplar bor. Hamma uning maxsusiyligi partiya a'zolariniki shu qanday odam to'plashdagi xato gaplarini, siyosiy o'ginishning ichidagi xato gaplarini chiqqan bir videomda ayrim bir video qilman undan. Dedim bu shu mayli turmush jihatda bo'lsin, mayli hozirgi Uyg'ur faoliyatchiligida bo'lsin. Odamni to'g'ri tanlamasanglar, shunga o'xshash odam bo'lib ketasizlar. Masalan, Shoduman Mahmud umumiy partiya a'zosi u chiqashga oldi shu video ishlab qasam berib kirgan. Uningki boshqalar shu WhatsApp to'plarida degan gapim shu boshqalar boshqa tashkilotlar qurultoy to'g'risida degan gap ekan-da. Ishqib ba'zi bir xato uchurlar bor u yerda. O gaplar nima deydi shu partiya asos bo'lgandan keyin partiyaning ichida o'rgangan gaplardan najmdan olgan gaplarini ashta to'xtamay ashna tashviqlarda ba'zi tashviqotlar ashna xato tashviqot bo'lsa, bizniki Uyg'ur har qaysi tashkilotlarimiz nima bo'lsin bir ish qilayotgan tashkilotlar.
Aşlağa nispeten onda hata teşvikatlarını qilaversa, mingnecha yüz unda yoshlarimiz bo'lib kelsa, bu bizniki Uyg'ur da'vochiligidek unda qilayotgan odamlarniki unda hata teşvikatlar bo'lsa, bu bir ziyonliq. Shuningdek, sizlarniki meni nima deyishinglar, u muhim emas. Shuningdek, boshqalarniki menga bergan, menga qilgan u nima deymiz? Menga qilgan hujumlarga qarata meniki hech qanday inkas bildirishim, o'zimniki shaxsiy turmushim, ularni o'tirga chiqishim degandeklar, u muhim emas. Muhim bo'lgani men bir partiyaniki haqiqiy mohiyatini, bir partiyaniki rahbarininki qilayotgan ishlariniki mudaq odamkin deb odamni tunitib berish jarayonida mushundoq deb ko'rsatib berish, ana shu meniki muhim nuqta. Men bir ishni qilishda hamda muhim nuqtadan o nishon yo'tkilib ketsa yaxshi bo'lmaydi. Masalan, Murod Lasanni aytaylik, Murod Lasan dastlabdan shu guvohlik berib chiqdi. Men Xitoyda turib hozir video ishlayapman degan chog'da u chet eldagi Uyg'urlar butun hammasi tillab ketdi-da. Shuning bilan u Murodniki maqsadi Xitoyning jinoyatlarini fosh qilishdan o'zini isbotlashga o'tkazdi. U yerda anoniki shu Xitoy soqchi mashinasininki oldida turib video ishladi, Xitoy soqchi mashinasini mushlab shaplaqlab turib degandek. U ma'lum bir maqsad nishon yo'tkilib ketgan chog'da yaxshi oqibatlar kelib chiqmaydi. Shuningdek, u xalqlarniki boshqalarniki meni nima deyishinglar, ulardan u menga muhim emas ular. Meniki maqsadim bu Uyg'ur arqasi tashkilotlar ish qilayotgan chog'da shu tashkilotlarga qarshi gap qiladigan o'zimni bilib bilmay hozirda bir xilliqi talvilatcha, bir xilliqi nima deymiz? Oldingi videoda siyosiydagi qora nurliq chiroq dedim-ku, shu bir lisiyani tamam baharladim-ku, shunga o'xshash shu kishilarniki bir xilliqi vatanparvarlarniki burush tuyg'usidan foydalanib, shunday yig'ib ilqi nima deymiz? O'zim bilib bilmagan asosda mushtabda xato ishlarni mana qara, mana mundaq da'vat deb xato ishlarni chiqishmi? Yana partiyani yoqlaydigan, partiyaning rahbarini shu taraf turib qilgan, menga yozilgan u nurg'un inkaslarni hech qaysi u shu videoda deyilgan gaplar to'g'riliq emas. Hatto ba'zi videolarimda faqat Najmiddinning ovozi bor. O'shandaq videolarning ostiga mening bir muncha tilab ketgan gaplar bor. Endi o tilab ketgan gaplar to'g'riliq yana bir video ishlayman deb plan qilib xeli bo'ldi. U mubrakin chiqib qolar. Najmiddinning o'zining ovozini boshlamayapman. Xalqlarning sizni tillig'idan xo'sh bo'lsangiz bo'ldi, chunki siz to'g'ri ish qilsangiz xalq tillab ketadi. Shunday deydigan bir gap bor. Shuni boshlab bir video qilay. O xalqlarni chiqib tilatqizish, u ishlar xato. Meniki deydiganlarim asosan tugab qoldi. Yana bir videolarni ko'rsatmoqchi edim, shu boyaqilqi rais degan videoni ko'rsatdim. Meniki bu videolarim shundoq men pat shundoq bir narsani so'zlayman-chu. Bundan ilgari so'zlab qolgan masalan misollar aytaylik. Ilgari Burhan doktor biz Xitoy mollarini boyqut qilamiz degan chog'da Uyg'urcha oshxonalarni boyqut qilaylik, Xitoylar kirgan Uyg'urcha oshxonalarni boyqut qilaylik deb bir chaqiriq chiqadi. O chaqda bir maza qilganda hilam bir video ishladim endi. Endi söktüm desam bo'ldi endi. Shundoq biz chet ellarda Uyg'urlar o'zimizniki vatan yo'q, menda yashayotgan chog'da unda qonunga xilof ishlarga bir chetilib qolmaylik. Navodi kerak shu ish va shu Kanadada bo'lib qolsa bir qartalikni kirgizmay, yamroqdaliki tamaqsatman, anangiz tamaqsatmayman degandek ishlar o'ziga avorchilik kelgan ishlar. Biz chet elda yashayotgan Uyg'urlar bo'lganikin unda avorchiliklardan nim qilmaylik, avorchiliklardan yiroq turaylik deb bir video ishlagan. Boshqalar boyqut qilish deganni boshqalar sotmaymiz deb boyqut qilsa, bizning Uyg'urlar boshqalar olmaymiz, mahsulotlarni olmaymiz deb boyqut qilsa, bizningki Uyg'urlar sotmaymiz deb boyqut qiladi deb bir video ishlagan bor. Anandan keyin nima video ishladim? Bir uluschilar jidallar chiqqan chog'da u to'g'riliq qancha-muncha so'zlab bir videolarni ishlab boqdim. Anandan keyin Kanadaga ko'chma o'tkazishida o'shani o'zini bir nima qilsam bo'lganda tayyorlab qo'ysam bo'lganda. Va Facebook'ga kirsanglar bir video bor o'sha yerda.
Көчмән кабул кылышта маядагы хөкүмәт yolu bilan ekilish va 5 odam shaxslarniki sponsor bo'lib ekilish degancha shu chog'da shu yo'lni to'sgan chog'da bu dunyo qurultiyi muhojirlar deb shu ishxonasiniki mas'ul deb Mamatovniki Mamatovniki u shaxslarniki sponsor qilib ekilish yo'llarini to'plarda so'zlab to'sib qo'yg'ini andan keyin pedaylar ekraniga yana chiqib meni Donsu bo'lsa o'z qilmamdi, o'zi qilib baqsa bo'lmamdi degan gaplari qiziq bilingan menga. U to'g'riliq ayrim bir video ishladim. Uluslarniki videosini ishladim. Andan keyin Amerikada rasmiy shu namoyish qilgan chog'da Thank you America deb vaqirsa bo'lmayli. Endi Donald Trump bu bir aygiz faqat boshqalarniki hammasiniki imzo qo'yib oldiga akab bergan chog'da andan keyin imzo qo'ygan narsaga Donald Trump rahmat deb vaqirishim menga to'g'ri bilinmadi. Shuningdek shu chog'da Amerikaga rahmat deyish to'g'ri. Donald Trumpga rahmat deyish deb ashunday ishlagan videolarim bor. Buningdek ishlaydigan ilqi muloyiza xarakterdagi o'zimniki o'ylaganlarini ko'pchilik bilan o'rtoqlashgan ashunday videolarim xili bor. Bu Cumhuriyet Partiyasi meniki qilgan ishimniki birinchisi emas bu. O'ylagallarimni so'zlash, ifodalash dedim bu shu nurg'un muloyiza xarakterdagi ashunday boshqa millatlarniki, boshqa allarniki muloyiza qiladigan YouTube kanallari bor. Uyg'urlarniki ko'proq chiqsin deb o'zimniki burun ashunday so'zlaganlarimdan tatib eng oxirgisi shu Cumhuriyet Partiyasiniki qilayotgan ishlari qilmayotgan ishlari desam tamomdi. Shularni ko'pchilik partiyani nima qilib baqsin, obdan yaxshi tunib baqsin, tushunib baqsin, bir amaliy ish qilib baqsin, mana gapilib tursa jiqroq bir faoliyat qilamdikin, amaliy ish qilamdikin. Anikin odamlarniki unda agishish jarayonidami bu odamni qarab tanlab bagashgan tuzib deb ma odam mana mundaq buni keyin agashsanglar o'zinglar bilib bilmay shundoq ma Uyg'ur maqol tamsillarning ichidagi qozon qo'yilsan qarisi degandek ashuna xohlagancha boshqalarni shu blok qiladigan ashuna odam ilqi bir xil mas'uliyatsiz deymanmi u o'tahi meniki shaxsiyatimga hujum qildirib unda gaplarni qilganlikin deb men u boshqa uning shaxsiyatiga oid bir narsalarni o'tirg'a chiqolmadim. Bundaq bir rahbarning keyiniga agashgan vaqtingizda sizlar mashina o'xshash ashuna bo'lib ketsizlar. O'zinglar bilib bilmaylar mashina qozon qo'yilsan qarisi, yomon qo'yilsan yolisi bo'lib qoldi shunda. O kortizmni kirgizib shu kim bilan o Şadımon Mahmud bilan biz shunday yaxshi faoliyatlarni birlikda qiladigan tweetlarni bir-birimizga tag'ishib, ambaharlab qo'yishib, uningki tweetlarini men tweetlarda ilqi Murodlasin to'g'riliq ishlagan CJ Verleman bilan ishlagan shu podkastlarni bir narsa deyishib, hatto ayoli bilan shunday yaxshi paranglashadigan u partiya to'g'riliq birinchi videosini ishlasam vaqtidan undaq so'zlaydigan so'zlab siz to'xtamisiz, siz u yerda vori qilyapsiz degandek shunday bir xil ig'ir gaplarni yozib o'zlaydigan shu so'zlab qartizini kirgizib qo'yibdi. Men tahi javob emas tanlam o gaplariga. Ashundoq suygan odam bo'lib ketsizlar. Odamni xato tanlab agashsanglar. Bu dedim men nurg'un odamlarniki hikoyalarini anglagan Turkiyadagi tizimlash jarayonida 10 ming odamning tizimlanishi degan chog'dan 3 ming arxiv yig'dik degan taqdirdami 3 ming odamniki hikoyasi degan keyinda har bir arxivniki keyinda bir oilaniki hikoyasi bor. Nurg'un hikoyalarni o'qigan hech qaysiniki bu Najmiddin Sherif lider bo'ladigan bir partiyaga rahbarlik qilayotgan odamnikidek undaq bir nachar turmush hikoyalarini anglamaganman. Ish qilaylik. Tashkillangan yaxshi. Tashkillanib Twitterda ish qilaylik. Twitterdagi odamlarni ko'paysin, 1500 nada 1500. 500 ga bo'lmaydi agashga odami ish qildi degan gaplar ko'p. Hech qaysi parvo qilmay qani men shu ovozni quchurlarni keyingi videodan baharlay. Bu xato tashviqotlari bo'lsalar, yana shundoq meni bir narsa deb, meniki da'vatqan bir narsalarimni bir narsa demay, meni bir narsa desanglarniki yanim shu davomli shuna xato. Ashaq deydi, xato fikr dekansizlar. Hozir sizga tashorpusning nima ekanligini bilmay o'tiribsizlar. O'z og'zidan olsanglar. Shularni o'tirib chiqib so'zliginim bu.
Aşağı qilib bugungi so'zlamoqchi bo'lganlarim tugadi. Birdan paranglashib boqaylikmi hamsa? New Ray, yaxshimisiz? Paranglashsak bo'lamdi. Bo'ldi. Aliya Yusuf, yaxshimisiz? Shu qo'qoq chiqib qolgan issiq bir narsalarni bakchiq yevatga o'xshayman hechkim bo'ldi. Ustiga bir narsalarni surtib naq maydonga chiqsam yana o'xshash bilinib qoldi ekan. Hisobda partiya to'g'riliq so'zlagan birinchi videorimda dedim men. Partiya qaysinglar hisobda qanchalar bor? 20 chonlar bo'lgansizlar shu partiya qo'llovchilari bor qilishi mumkin shularning ichida hozir o'zinglar o'ylab boqinglar. Hozir aslab boqinglar meniki partiyaga bergan takliflarim nimalar ekan qaysinglarniki esida bor. Men qarshi fikrda gap qilganlar men hozir savol so'ray. Meniki partiyaga bergan takliflarim nima ekan? Az deganda bir 2 ni 3 ni sanab beringlar. Nima takliflarni beribdiman? Birsi partiya badal puliga bir taklif berdim. O'zinglarniki turishliq davlatidagi hokimiyat ustidagi partiyalarniki badal puli bilan farqli bo'lib ketmasin deb. Boyada $5, $10, $15 yiliga 15, 20, 30 desa unda yuqori qilib oldigan qanaqa partiya bu? O'zininki og'zidan chiqarib berdi, mashu degan gaplarni o'tirg'a chiqarib berdim. Bir odamdan 1000 yevro yig'ib, 500 odamdan 500 ming yevro yig'adigan unda planlarini Tashurpsi. Bir muncha taklif fikrlarni bergan. O'shalarni hech qaysini birasini bir yerda bir inkaslarda bir narsa deb baxmidi bular. Nada yo'q. Hech qanday video munosabatsiz inkaslarni yozib partiya a'zolariga bergan takliflarim bor. Undan keyin o'zininki deyotgan u jasuslik qo'liqi cho'ng istixborot bir nima qilamiz deb uyg'urlarga istixborot qildirib buni bir-birsiga jasuslik qildirib mishadan bormish Kanadadan bor. Bangmayinchoq degan chog'da Kanadada 3 yushirin a'zo, 3 oshkor a'zodan 3 bor, yushirin a'zodan 3 bor degan. Men degan chog'da bu gap so'zlarga bir qarab diqqat qiling, bir partiyaniki rahbari bo'lgandan keyin mundaq gaplar Kanadada bir gaplar bo'lmaydi jumu desam, u gaplarni men bilib bo'ldim deb boshlab degan. Bu yerda nima ishlar bo'lsa, Najmiddinning qo'liga birdamda yetib berib bo'ldi. Hamma yerdagi, har qaysi davlatlarda partiya a'zosi bor davlatlardagi jamoatninki ichida fikr bor, fikr nima gaplar bo'lmoqda, hammasidan xabardor Najmiddin hozir. Amerikada bor, Kanadada bor, Turkiyada bor, partiya a'zolari Yevropaniki, Fransiya, bu boshqa Gollandiyalarda, hatto Tailandning turmisining ichidami bor partiya a'zolari. Hamma gapni bilib turdi. O'shadan boshqa degan tursa, diqqat qilmaydi, men uni gapingiz to'g'riliq mana gaplar chiqdi degan chog'da, u gaplarni men bilib bo'ldim men deb. Hamma yerda Najmiddinning jasuslari bor shunday bo'lib ketdi hozir. Butun ilqi shaqiltib, azot to'plab degan gaplarida bir video tashdan so'zildim-ku. Partiyaniki muhim maqsadlaridan biri u $1 million degan bir yerda qilib qolsin. Oshundoq bir cho'ng jasuslik guruhi tashkillash dedim-ku. Uningdan boshqa yana shu kishilarniki shu idisini kontrol qilib deb ba'zi bir qo'shoqlar bor partiyaga kirib shundoq hayajon, shundoq qo'shal qaltis ish qilayotgandek shu sabdoshlar bilan shundoq partiya a'zolariniki yozgan qo'shoqlarini anglaydigan bo'lsanglar, voy xudoyim deb qolsizlar. Bu alqi bizniki burunqi chog'larda, madaniyatning chog'larda kishilarniki mavzudni kuylaydigan shundoq qo'shoqlar bor-ku. Alqi sharq qizardi, jungodan chiqdi mavzudun. Mavjushi otimiz deydigan bir nimalar bor-ku, shunga o'xshash biz necha yuz yillardan beri Najmiddin Sharifdek bir odamning chiqishini saqlab etibdimizmish. O qo'shoqlarni anglaydigan bo'lsanglar, partiyaga marhamat deb bu naqshidagi qo'shoqlardanlar ulardaqa ham shunchalik darajada bu odamniki mingisi shundoq bo'lib ketbasi, bir kim o'tirib chiqib so'zimiz qanday bo'ldi, sizlar so'zimizni anglab bo'pti, men so'zlay. Boshqa tashkilotlar, boshqa tashkilotlarning a'zolari mayli o'ziniki shu qaysi davlatdagi jamiyatlarningki bir a'zosi bo'lish bilan ortiq gap qilamagan bo'lsa,
Ben bir eşiye bir tava bo'lmagandan qaysi ish to'g'ri, qaysi ish xato, qanday odamning kendidan erishishga bo'ladi. Bir nizomnoma deganda bir oiladan boshlash kerak bu. Hech bo'lmaganda bir eng aqallisi oilasiga nizom bera olmagan odam bir partiya nizom berib butun o'sha rahbarlik qilib u qamlashmaydigan ish u. Qo'rqoq chiqib qolgan o'xshaydi. Yapında yaxshi to'g'ri aytib beraymi? Rahmat. Sizchi bu partiyaning maqsadi nimada? Maqsadlarini men ayrim so'zlab kelyapman. Million dollarlik savdo degan bu maqsadlarniki birisi cho'ng bir josuslik guruhi tashkillash, butun Uyg'urlarning hamiyadagi ishlarini bilib turish, u bir josuslik, u bir o'ziniki o'sha fidoyilar kiram chiqib ketdi-ku. Cho'ng bir istixborot tashlanishni hosil qilish, ham uni texnik taraqqiy qildirishimiz, kuchimiz oshadi degandek. U bir nimalari bor. U bütün namız faqat meningni to'g'ri degizish, mush yo'llarni to'g'ri degizishda shu boshqalarni hayajonlantiradigan shundaqaylik nizomnomalar bor, boshqalar shu belik so'lan so'rgan chog'da o'tirga chiqadigan shunaqa partiyaniki nizomnomalari, anoniki u Tibetninki oladigan misol bor-ku, Tibetlarniki undaq deb. Ular shu nima desa, shu kishilarni shu partiyaga akilish uchun shu tash yo'rpisiniki qaynatadigan jarayondagi boshqalarniki ahvoli bilan bizniki ahvolimiz o'xshamasmi? Aşlarınki qilayotgan natijalarini shunda ko'z-ko'z qilish orqali biz shuna qilamiz deb. Ular bilan bizniki o'xshamaydigan taraflarimiz nurg'un. Ham ularnikini nomlab so'zlab, ham aşlarni damlab biz shuna qila olamiz deb bizniki har qaysi dunyoning hamma yeriga chechilib ketgan holatdagi Uyg'ur jamoatiniki aniq bir ishlar qilib, u Amerikadan pul olish, her bir adamdan 1000 eurodan yig'ish, milliard bu necha yillar ketadigan tursa, men u ketadigan u qancha mustaqillik bilan orliqimiz deydigan bir nimada o'zim tayyorlagan bir materiallar bor. Shuning uchun qaytadan bir yana bir shu davlat qurish jarayonini shu BDTninki shu torbatlardan ochib sizlarga ko'rsatib, BDTning ichidagi bo'layotgan gaplarni so'zlaydigan yana bir videom bor. Shunda ayrim so'zlay. O maqsad nishonlari degan meniki oldin qatimliq videoni qayta bir ko'rib beqishingizni tavsiya qilaman. Kim uchun xizmat qiladi demoqchi. Shu belik taraflar bor deb bir muncha bir narsani so'zladim-ku. Meningli shu bek qilgan narsam emas. Kim xoin zodi deb meni xoin deb tashviq qildi emasmi? Men shunga o'xshash, men kim xoin zodi deb butun boshqa shu Yaponiyadagi boshqa yerdagi degandek shu bir amaliyotda shu cho'ng boshqa tashkilot rahbarlarininki yig'inning ichida e'longan bir gaplarni qilib bir ishlagan bir videom bor. Bu mallam shu bilangan emas bu. Meningli o'ylagan emas bu. Haqlashlarni o'tirg'i chiqarmaganda mallam emas, avlarning gaplarim bor deb hammasini o'tirg'i chiqarib so'zlayotgansizlar qanday shu gaplarga munosabatli gaplarni qilmay yana menga bir narsa aytgan bo'lsanglar, intayin muhim bir ish temiz ustida so'zlab o'tibman degan gap. Hech qanday muhim tema bo'lmasa, hech kim bir narsa demaydi, diqqatni qilmaydi. Men hech kimdan shu degan gapimni to'g'ri shu. Navoda siz to'g'ri ish qilsangiz haq tilab ketadi degan. Shu gapimning bir ovozini elib, yana bir vaqt nahmaydan video qilay. Qilgan xato tashviqotlaringlarni o partiyaga a'zo to'plashdagi qilgan xato gaplaringlarni o'tirg'a chiqib tashurpanlarniki amli nemisini yana bakrak ko'rsatib tunutib bu shunchaki bo'lsin. Kelarki videoda görüşüp bakamdık. Bugün shanba, atlikka yakshanba soatlikka ishim bor. Ancha naqmaydan qilib, naqsh baxshang'ash mayda fikrlarni yozishib, ko'pchilik inkas yozgan ko'pchilik hammalarga ko'p rahmat. Alyor KK, New Ray, Ali Yusuf. Hoşamsa, hammalarga salomatlik bo'lsin. Hatta oxirini yaxshi o'tkazinglar. Xayr xo'sh. Oy.